Issiq kun ustida muzqaymoq zo'r ketadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Space haqida gaplashamiz. Marojna biznesiga kirmoqchi bo'lsanglar, aynan necha pul bilan marojna biznesiga kirish mumkin, necha pul daromad qilish mumkinligi haqida gaplashamiz. Space apparatini plyus minuslarini ham gaplashib o'tamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Marojnaga gap yo'q. Воздушный bo'lib chiqqan. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Воздушныйligini mana shu ham o'zi ko'rinib turibdi. Marojnaga tushunadigan akaxonlarimiz tushunishadi. Buni tutib ko'rishsa orasi zichligi yo'q. Ya'ni воздушный bo'lib chiqqan bo'ladi, chunki bu pompali frezerlarni aynan fishkasi воздушный qilib chiqarishi. Endi bizani Space frezerimizning asosiy fishkalaridan biri bu ekonomichniyligi, aqlliligi va chidamliligi ustun turadi. Birinchi o'rinda buni chidamliligiga qaraydigan bo'lsak, bozorga kirganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3-yildan beri garantiya har sotgan odamimizga garantiya 6 oy beramiz. 6 oy davomida hali biror marta bitta mijozimizga qanaqadir kattaroq motorini yoki bo'lmasam qimmatroq zapchasini garantiyaga berganimiz yo'q, chunki hali biror marta eshitmadik shunaqa bo'ldi-da. Hammaga garantiyaga 6 oy beramiz. 6 oydan keyin o'zlarining ayblari bilan mana oldidagi mordani shilib qo'ygan yoki bo'lmasam ichidagi salniklarni yo'qotib qo'yishgan, mana unaqa boltini yo'qotib qo'yishgan yo yumalatib olishgan, shunaqa holatlar bo'ladi. Unaqa holatlarda iloji yo'q, o'zlari pullarga kelib olishadi, lekin biz bergan garantiya davomida 6 oy davomida hali biror marta miqitmasdan ishlayapti. Mana shu turgan joyimizdagi apparatimiz ham o'tgan yili sezonda o'rnatilgan. O'tgan yili ham maza qilib ishlatishgan. Bu yil ham ish boshlash uchun unaqa katta rasxod qilishmadi. Ko'p joyda ish boshlash uchun oldin rasxod juda ko'p bo'ladi, katta bo'ladi. Ustiga olib boradi frezerini, gazini tekshiradi, yog'ini boshqa yo'qlarni tekshirib, 100-150 dollardan boshlab 500 dollargacha apparatini remont qilib sezonga tayyorlaydi. Lekin o'tgan yilga berilgan apparatimiz o'tgan yil ishlagan. Bu yil sezonga kirish uchun ular umuman rasxod qilishmadi. Deyarli rasxod qilishmadi desa ham bo'laveradi. Mayda-chuyda zapchasi salniklarini yo'qotib qo'yishgan ekan. Ularni xarid qilishdi, olishdi, to'g'ri, lekin undan tashqari katta rasxod qilib ish boshlash uchun iminna nimadir xarid qilishgani yo'q. Shundoq ishni boshlab ketishdi, mayda salniklarni olishdi xolos. U salniklarni samo собой уже almashtirish kerak. Taklif qilinadi, 1 oyda almashtirib turish kerak, 1 oyda, 2 oyda yangilab turish kerak. Ob'yom ko'p joylarda. Hozir bularning ob'yomlari 3 paqirgacha chiqar ekan. Ya'ni 3 paqir degani 45 kilo, 50 kilo degani. 45-50 kiloni mana shu tomonni o'zini ishlatib sotishyapti. Bemalol uspet qilib beryapti. Bu tomonni umuman ishlatishmaydi. Bu tomonni biz o'zimiz uchun, video uchun yoqib qo'yganmiz. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi. Endi chiroyli turishi uchun biz videoga yoqib qo'yganmiz. Endi ekran tabloga qaraymiz. Tabloda ko'rib turganlaringdek 11062 marta marojna quyilibdi. Mana shu richagi 11062 marta ochilib yopilganligini ko'rsatyapti. Bu tomoni 98096 9896 uzr. 9896 marta ochib yopilgan qilib ko'rsatyapti. Bu degani apparat bir kunda necha kilo marojna sotganingizni hisob-kitob ham qila olasiz. Nechta varankada sotganingizni ham hisob-kitob qila olasiz. Agar aynan mana shunaqa idishda yoki varankada sotsangiz, shu tomonlar eng birinchi qulayligi. Ertalabda buni 0 qilib ketsangiz bo'ladi bu probegni. Ertalabda probegni 0 qilib shogirdingizga topshirib ketasiz. Kechqurun ham qiyomni hisoblaysiz, ham ochayotganini hisoblaganingizda mana shunday chiqadi. Hisob-kitobni ham chotga olib yuradi. Bu eng birinchi fishkalardan. Ikkinchi fishkasi mana shu apparatni yurg'izganingizda mana ko'rinib turibdi, 568, 573 shunaqa tezlikda motor aylanyapti. Motoringizni barqaror ishlayotganini ko'rsatib turadigan narsasi bor, ya'ni o'sha speed, tezlik. Shu tezlikda ishlab turibdi bu motoringiz. Silindrning ichidagi temperaturalarni, shularni ko'rsatib turadi. O'rtoqlar, qo'pol qilib aytganda, ushbu frezerni odamga o'xshab gapiradigan tili yo'q xolos. Qolgan hamma narsasi bor, gapiradi. Tokingiz past bo'lsa, kabelni parash tortib kelgan bo'lsangiz transformatordan o'zi avtomatik tashiydi. Mana bu joyda qizil yozuv chiqadi. Kabelingiz parash.
tok напряжение past taklif qilamiz kabelni almashtirishga. Shunga o'xshagan yozuvlar chiqadi. Morojnoyingiz muzlab ketsa ham ko'rsatadi mana shu joyda. Morojnoy muzlab ketdi, gilzani sindirish ehtimoli bor, ya'ni sinib qoladi degan ehtimollar borligi uchun shu narsa qilib chiqazib beradi. Undan boshqa yana juda ham ko'p errorlari bor. Mana bu tomondan ko'rsatamiz errorlarini. Mana error 2 dan boshlab error 10 gacha errorlar bor. Hammasini yozib qo'yilgan ingliz tilida. Bu error chiqsa bu nima ekanligini birin-ketin rasmga olib ChatGPT ga shunday tashlasanglar, ChatGPT da полностью obzor qilib ko'rsatib beradi. O'zi tushuntirib beradi. Nima qilish kerak, qaysi tugmani bossa u error yo'qoladi. U errorni bartaraf qilish uchun nima qilish kerakligini hammasini tushuntirib o'tadi. Buni eng afzal tomoni sizga mana shu frezeringizni barqaror, davomiy 3 yil, 4 yil bemalol bezrasxod ishlatishingizni ta'minlashligi uchun biz shunaqa qilib olib kelganmiz. Frezerimizning dizayniga e'tibor beringlar. Dizayni italyanskiy dizaynda Italiya brendiga tegishli Space Freezer apparati именно Italiyadagi okaxonlarimiz, dizayner okaxonlarimiz buni avtorskiy huquqini olishgan. Faqat bu Xitoyda sborka qilinadi. Italiya dizaynerlari orqali, Italiya texnologlari orqali, Italiya kачествосida, Italiya standartida Xitoyda ishlab chiqarilgan. Biz borib hech nimasini o'zgartirmaganmiz, illo mana shu buyuk karavan, mana shu narsasini qo'shganmiz, xolos. Qolgan hamma narsasi Yevropa standartiga mos, Yevropa standartiga to'la to'kis tushadigan holatdagi narsani biz olib kelib xalqimizga eng zo'r, eng sifatligini taqdim qilyapmiz. Juda ko'pchilik tushunishmayapti, qiynalishyapti. Endi buni plus tomonini gapirdik, minus tomonini ham gapiramiz. Minus tomoni nimada? Minus tomoni mana shu apparatni ishlatishni bilmaydigan odamlar. Ishlatishni bilishmayapti. Ular doim qanaqa apparat ishlatib yurishgan? Tokka ulaysiz, mana shu yerda buraydigan bor, shuni burab qo'yasiz. Bo'ldi. U ertalabdan kechgacha g'ijillab ishlayveradi. 3 kun, 4 kun, 1 hafta ishlatganingizdan keyin tok напряжение ko'payib ketganda, tok напряжение ko'payganda kompressori kuyadi, platasi kuyadi. $300, $400lik zapchasga bizning oldimizga, do'konimizga tushadi. Biz eski frezerlarni zapchasini sotib ham yetarli daromad qilamiz. Chunki bizdan olishmagan bo'lsa ham boshqa joydan, Toshkentdan, Samarqanddan olib kelishgan, Andijondan olib kelishgan, lekin uni zapchasiga bizga kelishadi. Biz aytamiz, mana space olinglar, baraka topkurlar. Biz zapchasi chang bosib yotibdi, hali hech kimga sotmadik. 3-yil o'sha bu bozorda, 3-yildan beri hali birorta bir qimmatbaho zapchasini bir kishiga sota olmadik. Chunki hech kimga hozircha kerak emas. Balki 4 yil, 5 yil ishlagandan keyin bu apparat hech kim buni umrbod ishlaydi deya olmaydi. Nimasidir kuyishi mumkin yoki bo'lmasam yumalatib o'rgan, yomg'irda qolib ketgan, suv tegan shunaqa holatlarda qachondir sotishimiz mumkin. Sotamiz deb olib kelib qo'yganmiz, lekin hali sotganimiz ham yo'q. Turibdi 10 tadan 20 tadan olib kelganmiz, shundoq turibdi zapchaslarimiz. Minus tomonlardan shu. Asosiy minusi odamlar ishlatishni bilmasligi. Baraka topkurlar, bugun zamon o'zgaryapti, texnologiyalar davri, ChatGPT degan narsa chiqqan. Hamma narsani o'rgatyapti. Kelajagini polностью ChatGPT egallayapti. Rasmga olib tashlasanglar ham muammoni hal qilib beryapti va zamon bilan, texnologiya bilan hamnafas yashash kerak. Chunki bunaqa texnikalar hozir biz olib kelmasak ham ertaga boshqa kishi olib keladi. Qachondir sekin-sekin bozorga kirib boradi. Biz ham maqsadimiz shu narsalarni bozorga olib kirib, eng sifatli, eng yaxshisini xalqimizga sotish maqsadida shuni olib kelganmiz. Biz ham qo'limizdan kelardi, bu yog'ini o'zgartirib, bunisini nimadir qilib, o'zbeklashtirib, narxini jicha arzonroq qildirish qo'limizdan kelardi, lekin narxiga ham, kачествосiga ham, sifatiga ham javob beradigan, O'zbekiston bozoriga mos tushadigan apparat bo'lganligi uchun aynan shuni biz olib kelganmiz do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar hozirgi kunda 4200 atrofida sotilyapti. $4200 ga siz bu narsani xarid qilganingizdan keyin pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Bu bemalol bir kunda ya'ni to'xtang. O'rtoqlar, siz $4200 ga ushbu apparatni xarid qilganingizdan keyin pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Nimaga bunaqa deyamiz desak, soatiga bemalol 50 kilo qiyolaydi. Soatiga bemalol 50 kilo. Bir kun kechgacha odamingiz tinmay kelsa 100 kilo, 150 kiloni xotirjam odamlaringizga yetkazib beradigan darajada tez, sifatli, samarali ishlaydi.
kачественный ishlaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi ekonomichniy. Juda ham ekonomichniy. Tokni juda ham kam расход qiladi. Ko'rib turganlarda o'zi ishlab, o'zi o'chyapti. Motorlari katta motor bo'lgani bilan juda ham ekonomichniy qilib qilingan. Bir kun kechgacha ishlagan joyda alohida cho'chik qilib ko'rdik. 100 kilo morojna sotgan joy 82 ming so'm tok ishlatibdi. 100 kilo morojnaga 82 ming so'm tok bu nereye juda ham zo'r degani, zo'r natija. Bundan ham arzonroq bo'lishi endi bilmadim endi qanchalik bo'ladi. Bu yerga uchovchi qilib ko'rilmagan. Bu yer qancha rasxod qilishadi bilmaymiz, chunki rasxodlar общий kirib ketgan. Biz aynan eksperiment sifatida o'tgan yili qilib ko'rgandik. Bu yil ham Xudo xolasa nasib qilsa biror joyga yangi o'rnatsa, bir uchovchi alohida o'rnatib, kunlik rasxodini hisoblab ko'ramiz. Bu o'tgan yilgi natijada 82 ming so'm edi, o'rtoqlar. Agar sizlarga morojna apparat haqida, morojna biznes haqida qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, yordamimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar do'stlar. Biz sizlarga qo'limizdan kelgancha savollarga javob beramiz. Apparatimizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Bu kelishilgan holatda bo'ladi, o'rnatib berish xizmatlari. Yozgi sezonda soqa qilish xohlagan okalar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.